Men bu bilan nima demoqchiman? Misol ko'pchilik shopchilar shu narsadan foydalanadiki, oddiy rasmni olib, maneken kiygan rasmni olib yokida optim gruppalardan rasmlarni olib, prosta gruppasiga tashab qo'yib zakaz olishmoqchi bo'ladi. Lekin mana bunaqa живой obzor qilib bersangiz, albatta tovaringiz srazu uchib ketadi. Uyalmaysiz. O'zingizni ko'rsatish niyatingiz yo'qmi? Uzoqroqdan ko'rsating. Yuzingizni yoki bijir-bijir qo'yib bir narsa qilvorsiz bo'lmaydi. Bemalol mana shu dvoykalarimizni 65 mingdan xarid qilsangiz bo'ladi. Narxlari ham juda ham arzon, ham juda ham sifatli, materiallari yumshoq bambuk. Sizlar o'ylayotgan tufta bambuk emas, materiallari yumshoqqina, juda ham cho'zilishlari zo'r. Razmerlari 50 dan 58 gacha razmerimiz bor. Rasvetkalari почти 10 xildan oshiq rasvetkasi bor qizlar. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Uyda maza qilib kiyib yurishga o'zingizlarni joningizlardan azmi bitta ovoringlar, maza qilib kiyasizlar. Hozir men bularni shunaqa chiroyli qilib rasmlarga olaman.